Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Akalar, sizlarni biz O'sh oblasti To'lekin aylidagi Farel dam olish maskani Esalo Borboridagi qilgan o'chog'imizni ko'rsatamiz. Adres kelib baliq tutmoqchi bo'lganlarga, mana biz ham hozir baliq tutamiz. Kelib baliq tutmoqchi bo'lganlarga, baliqni farel yemoqchi bo'lganlarga va jo'ralari bilan kelib dam olmoqchi bo'lganlarga mana so'ri hamma sharoiti bor. 100 dan oshiq so'risi bor ekan. Shekillik, Allohu alam. 50 tacha bu so'ri bo'lsa kerak. Mamakeyev sanatoriyasiga yetmasdan Farel To'lekin aylida Farel dam olish maskani. Hozir sizlarga biz nimani ko'rsatamiz o'choqlarda. Hamasini yoqdik. Mana 8 ta qozon bor bu yerda. Bitta filaga orqasida filagasi bilan. Razmerini ko'pchilik so'rabdi. Bu chorniy o'choq, eng prostoy, eng arzon o'choq. Qozonlar O'sh eshiklar O'zbekiston eski sovetskiy eshiklar, ko'rib turibsizlar. Plita katta, 58 ga 53 lik, orqasida filaga. Bu plitani yoqsa ham filaga qaynoradi, qozonni yoqsa ham filagada suv suradi. Filagan suv qayerdan tushadi. Keyingisi qozon spesialniy mana mo'rilarini tekis qilib qo'ydik. Sababi maylarni kafil bosib yopishtirishadi. Sababi bu yerda ovqat qilgandan keyin bu yerga idishlarini terib qo'yishadi. Idish, tovoq, tarelka issiq turadi. Sizlar ovqat so'raganda issiq tarelkani oladi-da, baliqni, qo'g'irdoqni, osh dimlamani soladi-da, sizlarga beradi. Qozonlar har xil. Eng oddiy, eng prostoy, bundan prostoy bo'lish mumkin emas, bundan oddiy bu ham bo'lishi mumkin emas. Mana akalar, shu yerda tozalab qo'ysa bo'ldi inshaalloh. 120 litrli qozondan ikkitasi xuddi shu joydagi. Mana akalar, narqibet Oqburani bo'yida Toltra so'ri. Najeda ostrov besetka bor ekan. Bu yoqda dag'i Toltra so'ri. Ko'p. Najeda banket o'tkazsa bo'ladi ekan. Mana Tajoy akam aytib beradi. Qanday baliqlar bor ekan, ne qilsa bo'ladi? Bu yerda esoluvchilar uchun basseynlar bor. Basseyndağı var ödedi. Basseynlar ustida o'ynay turgan joyi bor, atayin planshetka. Qat-qat ishlab qo'ygan Bu yerda olsa farel baliq bor. Farel bor, sazan bor. Esoluvchilar uchun har doim bizning eshik ochiq. Bunday katamaranlarimiz bor. Kelib hisob qilsangizlar bo'lar. Adresni aytib qo'ying. Adres To'lekin ayli. Mamakeyevga 100 metr jetpay. To'lekin ayli Mamakeyev sanatoriyasiga 100 metr jetpayin deydi. Shu yerda kelib biz YouTube'da ko'rgandik. Stroy historiya deganda o'choq solib ketdi deb suylag'ach baliqlarni qarmoq bilan buna qurtirib jeb esolib ketkilar. Mana ostrovda jo'ralar bilan kelib mana o'choq tugatib ustalar ham dam olyapti. Hozir biz baliq tutganiga u yoqqa ketdik. Mana hayvonlar tayyor. Lanchilik tayyor. Mana akalar, bugungi ulov. Mana yosh bolalarini qo'yib yuboramiz. Katta-kattasini olib ketamiz. Sen kichkinaroq ekan shekilli. 9-chi bu. Bakla. Mana baliqlar bor. Kelaverasizlar.